nasip qilsin. 5-10 kun jarayonida biz bu Xitoy virusininki butun dunyoda jiddiy tarqalayotganligini texnicha his qilyapmiz. Ba'zi davlatlarda taloga chiqishga cheklagan bo'ldi. Ko'pincha davlatlarda. Ba'zi davlatlar buning nurg'un oldini olgan bo'lsa-mu, hozir milliondan ishib ketdi, 2 millionga qarab ketyapti. Ovozim chiqyapti, men bir qarab dey inshaalloh. Şu aralıkta bizdinki bu virus, yani Xitoy virusi bilan yuqumlangan bir qarindishimiz İstanbul'da vafot bo'lib ketdi. Tunji vafotimiz shu bo'ldi. Undan keyin bizning anglashimizcha 20 ga yaqin Uyg'urniki Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini angladik. Bugungacha anglagan xabarda 30-40 Uyg'urniki Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini angladik. Bu anlap Allah'tan panoh tilab ketayotgan vaqtimizda Gollandiyadan bizning bir qarindishimizdan, yana Abdug'ani Sobit qarindishimizdan saqayganligini bugun uqdik. Yani 2 saat burun Abdug'ani Sobit qarindishimizningki bu virusdan qutulganligini, asosiyatdan saqayganligini uqib, buning qanday yuqumlanib qolganligi, qandaq yengenligi, bunun tecrübesini sözlep berishga teklif qildik. Ikranimizga Abdug'ani Sobit qarindishimizning ayoli, yani bugun Gollandiya TV'sida shu Xitoy virusi bilan ilishayotgan, yani doktor bo'lgan, Xitoy virusi bo'lgan kishilarni davolayotgan, shular qarayotgan xonimi Mehrinsa xonimning yuqumlanganligini birazdan oldida uqdik. Ammo yaxshilanibdi hozir, Allohning rahmati bilan, qarindoshlarning duosi bilan, eng muhim Allohning shifolik berishi bilan yaxshilanibdi. Shuning bilan hozir 20-30 ga yaqin Uyg'ur qarindishimizning bu virus bilan biz bildiganni, biz teşviqatdan anglagan. Balkim bilmaydigan yana netisi bor, biz bilmaymiz. Chunki Uyg'urlar deyishni bek xalab ketmaydigan, bek deydigan ish emas, ammo saqaygan qarindoshlarimiz çokum tecrübelerini sözlep berse, başkalarına faydası buludu, bunun savabını alıdı. Hem inşallah bu tecrübeden yakınlayan şu kesel qarindoshlarimiz saqayışqa menishi mumkin. Hem bugünkü ziyaretimizni qabul qilgan xonim Mehrinsa xonim o'zi doktor ve özünü öz davalap ve yoldaşı Abdug'ani Sobitni davalap ve bir qancha doktorlarning ko'rsatmasi bo'yicha 5-10 kun mobaynida yoshurun tutup buni davalap saqaytiryapti. İnşallah Allah subhanahu wa ta'ala uzul kesil qilib etgay bu ikki qarindishimizni ve başka Xitoy virusi bilan yuqumlangan qarindoshlarimizni ve Xitoy virusining ziyonkashligiga uchragan butun dunyo jamoatini Allah Taala pat fursatda bu vabodan, bu kasaldan bu ikki qarindishimizni qutqizib qolganga o'xshash bu qutqizib qolsin. Allah Taala bu virusni taqatgan Xitoyni vayron qilsin. Bu virusni taqatgan Xitoy kompartiyasini Allah yer bilan yakson qilsin. Bu virusga chavak chaqan, bu virusning xalqaroda texim yiyilishiga kulib ketgan, qo'shib ketgan Xitoylarni Allah Taala pat fursatda gumron qilsin, vayron qilsin, ham vayron qilyotdi inshaalloh. Men so'zni hozir Mehrinsa xonimga beraman. Mehrinsa xonim hazırlıkça ekranga çıkmay turishini xohladi. Albatta ekranga chiqishni xohlaganlar chiqadi, xohlamaganlar chiqmaydi. Bu bir erkinlik, bir cho'qim ekranga chiqish majburiyatida bo'lmaydi har qanday shaxs. Uni qarshi olamiz. Hem o'zi kasaldan yana yenganlikka, kasaldan yana shifo topganligi uchun ekrandan oqib turib bizga o'zining maslahatini berdi. Evvel men Mehrinsa xonimdan so'rayman, o'zini bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsa. Assalomu alaykum Mehrinsa xonim, marhamat. Va alaykum assalom. Xo'sh, o'zlarini bir qisqacha tanishtirib o'tsizlar, biz bilamiz Gollandiyada sizningki qilayotgan xizmatlarini. Oliy sestralik kasbida o'qib, yana hozir bilim ochirayotganliklari ma'lum. O'zlarini bir qisqacha tanishtirib o'tsizlar, yaxshi bo'ldi. Bo'ldi. Bayan meni doktorda tanıştırdılar. Ben doktor emas. Çünkü ben Gollandiyada yaşagat kıl 12 yıl oldu. Hoş. Dastlabda doktor yardım kasbini okudum.
Hoş. Avazım bağdı. Avaz yaxşı, avaz yaxşı. Şu dastlabda doktor yordamchisi kasbini o'qidim. Men uning keyindan oliy sestralik kasbini o'qib, hozir mahalla sestrasi bo'lib ishlayapman endi. Ma Gollandiyaning sog'lomlik ahvoli boshqa davlatlarga ancha o'xshamaydi sog'lomlik sistemasi. Chunki men doktorxonada ishlamayman. Ma Gollandiyada har qaysi shaharlarda rayonlar bo'ldi-ku, u mahalla, bu mahalla debchi. İşte mahallalarda maxsus mahalla sestralari bo'ldi-chu. Odatda mesela Gollandiyada mesela bir operatsiyadan keyin yoki birasi yengigandan keyin uni doktorxonada bek uzun qolmaydi. Shunday qilasiz, tizlam uyga chiqarayotgandan keyin biz mahalla sestralari birib, shu bemorlarning o'yisiga ularning mesela ukol urgan ishlar bo'lsa, ukol urib, dorilarni birib, tiniqlan ishlar bo'lsa, tinib, ishqilib ahvollarini kuzatib yaxshi bo'lguchi. Başqa ishlar yordamlashib degandek, oila a'zolariga har xil uchurlarni berish degandek mushta ishlarni qilamiz-chu mahalla sestrasida. Shu men shu xizmat bilan shug'ullanaman. Allah razı olsun. Ben hem de tibbi kesitici nimemiz yok. Şu bizim vatandaki üngen biz akhalat kivaga adamlarının doktor deyimiz. Allah subhanahu wa ta'ala sizni hem bu mübarek Ramazan'da sakaytıptı. Abay hayacanda ben sakaygallıkınızdan tebriklemeptim. Hiç kısı yok. Bu doktor buluş arzuyum təsirçi. Lekin hem de bu arzuyum inşallah belki kelgisi болып qalaman. Lekin bu doktor degen bunam hem de çıqadını hemen doktor dep oylaydı ekan. Doktor dep hem geçti yarın doktor emas dep nim qilma. Bu doktor degen bunam doktor buluş üçün mü Gollandiyada hem en az degende 10 yıl okuydu-chu. Ben onda okumadım. Şunda doktor dep atılış herkes özünde layık dep qaramaganligim üçün bunu çokum eskertişim. Doktor dep atalganlarım alayda hürmetim var. Şuna o derecede bilimli olmaganligim üçün onda atılışını hem kalmaymadım. Allah doktorluğun katardan kıysun. Az bizim Uygurlarda bir iş moda olatıdı. Doktorlukta okuvatkanlarının hemmisini tak tütkezmey turup doktor dep atayımız. Şuna okşaş. Şu kadardılan ben doktor dep atıp ettim. Hoşunda koz mavzu kileyle yani kaçan qandaq yuqumlanıp qaldınız? Aslında buna cevap verişten burun qılıvatqan xizmetinizden biraz tanıştırgan bolsanız, yani qandaq xizmet qılsınız bolar diye. Şunu bayan bırakı dediniz. Ben ötken yıl okuş bitgenden keyin asli şu mesela sistra buluş bilen hem Gollandiyada doktorxonalarda ishlayalaymiz, maxsus sanatoriyada ishlayalaymiz. Yani maxsus mekteplerden işleyelaymiz. Biraz şirketlerde şirket sestrası oldu. Anda maxsus endi Gollandiyada menimcha boshqa davlatlarda pek chiq yo'q deb o'ylayman. Maxsus oila parvarishida bir xil kasb borchu. Endi oila parvarishida men boya degandek işte operatsiyadan keyin yoki o'zining yishi cho'ngib ketganlik va yoki har xil kasalliklar tufaylidan o'zining ojidan o'zi chiqolmaydigan ma'lum bir ukullarni urish, mesela insulin degandek eng oddiy yoki vitaminlik ukullar, mushta ukullarni urish zarur bo'lib qolgan vaqtda o'zini qilolmaydigan, bir ay yaralar bo'lib qolganda buni darhol doktorxonaga yo'llab bermaydi-chu. Bunday holatda shu rayon sestrasi deb har bir shaharda, rayonlarda har bir rayonga mas'ul bir sestralar bo'ldi. Anda bu sestralarning qo'l ostida yana her xil seviyedeki sağlamlık xadimleri boldu-chu. Ben şu anda Amsterdam'ın malum bir ayında yani silim bililayla 40-45 deyimiz o, 40-45. meydanda. Meksavatkan şirket şuya yakın, hem de şu rayondaki bemorlarninki sağlamlık ahvalığı mesul bir şirkette şerde hem de rayon sestrası olab işleyme. Mesela bir bemordayla doktorxona bir operatsiya oldu. Onun asmukul isilmaydı doktorxonada normal doğrular birildi. Yani onun bir yarısı var. Günde o yarını tekşürüp tanılış gerek bunda ahval aslında ular doktorxonada ketikçe yatak eli vermeydi. Öyle evet ötüdü. Ondan doktorxona biz bile alakalaşıdı. Müşte işler var. Bunda operasyon oldu. Günde yarısı var. Yarısı bunda tanılış gerek bu da. Nımkıgandan keyin biz ondan rayon sestraları ularning öýüsüge birip yatakdan doktorxonadan qaytarılgandan keyin
görüşüp ben şuna asasen doktorun ko'rsatmasi bo'yicha andın şu ishni qilishga tegishli odamlarni ba'zida sal yuqori saviyadagi kishilar bo'lsa o'zimiz qilamiz bo'lmasa bizning qo'l ostimizda har xil saviyadagi sog'lomlik xizmatchilari bo'ldichu masalan odatdagi sestra 3. darajalik sestra degandek har xil sestralarning marhilimiz bo'ldi shuning xos xodimlarni o'rlashtiramiz andın bir ishlar bo'lsa doktor bilan aloqa qilishimiz degandek mushta ishlar bilan shug'ullanaman. Allah razı olsun. Qanday yuqumlanib qaldınız? Başka devletlerde beklenip gitmeyen o da böyleyim. Şahsen mesela Amerika degandek devletlerde mi bunda aile permiş yok genç. Ama Gollandiya'nın sağlamlık sistemisi hiç qanday devletlerge o'qishib ketmaydi. Hatta Germaniya, Belgiya degandek devletlerde mi o'qishmaydi ekan. Shuncha yaqin devletler bo'lsin uchun bu Gollandiya sağlamlık sistemisi endi bir alaydiroq his qilmay boshqa devletlarga solishtirganda. Shunga ham Gollandiya odatda boshqa davlatlarda o'qib kelgan doktor sestralarning diplomini oldirib itiraf qilmaydi-ku. Masalan, bizning vatanda o'qib kelgan doktorlar, sestralar, endi mishada doktorlik, sestralik xizmatini qilish uchun bek jafo tortidi. Hatta Suriyada yashab kelganlarmi ba'zilari hatto shu o'zining diplomini oqqizolmay endi boshqa bir kasb kuchib ketganlarni jiqchu. Shu sog'lomlik sistemasi sel alaydiroq talabimiz yuqoriroq bir davlat. Qanday yuqumlanib qaldınız? En qanday yuqumlanib qilishimiz kelsak shu men ishlayotgan shirkatda bir arab mo'may bordi. U mo'mayning shu qat'iy mijoz yo'q. U mo'may kunda endi uyisiga ishga vaqt boradiqchu, endi atdiganda doğrusini urib, insulin ukullarni urib degandek. Uning boshqa bir xizmatdashim mas'uldi. O kuni ham 3-27-kunda o xizmatdashim shu mo'mayning ahvolining qat'iy yaxshi emasligi, yana boshqa tekshirishlarni qilishning zo'rligi degandan keyin tushdan keyin men uning uyisiga bordim-ku, borib shu qon bosimini o'lchab, bu degandek tekshirishlarni qilib, oila doktori bilan ko'rishib, u vaqtning o'zida mo'mayning qizitmasi yo'q deydi-ku. Lekin u mo'may butun bir kun tomoq yemabdi ekan. Shundan qo'rishqindak ichib ketdi degandan keyin, lekin ozroq o'tili bordi. Qo'rishqindak ichib ketdigan keyin o'z qarasam to'natib ozroq tomoqlari bor ekan, isitib degandek, endi uarliqda ozroq o'talgandek bo'ldi. Lekin men u mo'mayning qizitmasi bo'lmagandan keyin men bir virus bilan yuqumlandi deb uni xayolimga keltirgan vaqtning o'zida-ku. Lekin o'talgan vaqtning o'zida men bu virusning ashta o'tal orqali o'taldan chiqqan chasrandalar orqali shu xudoligini bilatdim. Ben hozir sog'lomlik sohasida butun dunyoda o'xshash deb o'ylayman. Shu maska bek kamchil-ku. Gollandiyada shundoq. Gollandiyada agarda biz o'zimizda o'pkaga doir kasalliklar bo'lsa, masalan, o'tilish, tush ko'rish degandekchi. Endi biz o'yisga borgan bemorda shunday kasalliklar bo'lsa, ikki taraf maska taqishi zarur. Lekin unda ahvollar bo'lmagan ostida maskani kamchil bo'lganlik sababidan maska taqishning hojati yo'qchu. Ham u vaqtda maskami qat'iy yetishmay yo'q vaqtlarda bizning shirkatimda. Shu yerda mo'may endi o'talgandek bo'ldi, o'zi 75 yoshlik mo'may endi yurak kasali bor, badani ojizlashgan bir mo'maychi. Va vaqtning o'zida unda deb unda o'ylamabdiman, lekin o'talgan vaqtning o'zida sal orliq saqlab qildim, lekin u mo'may shunchalik ojizlashib ketganki, tomoqni o'zi yeyaligidek kuchi yo'qdi-da, endi tomoq yeyishiga yordamchi bo'ldim. Endi shu sabablardan endi 1,5 metr orliq saqlashmi bek nima bo'lmadi-ku. Ba'zi 1,5 metr degan bilan bizning xizmat jarayonida biz bemorga yaqin ukol urish deymiz, boshqa ishlar uchun yaqin turishimiz kerak-ku. Unda 1,5 metr orliq saqlash bek tez ish. Shu kuni shundoq bo'lib to'g'risini bilib degandek, endi u kun qizitmasi bo'lmagandan keyin doktormo uyda orom olsin, bu degandek gaplarni qilib doktorlar aloqalashgandan keyin o bir juma kuni shanba orom oldim uyda normal. Keyin yakshanba kuni u mo'may shu qizib ketib jiddiy qutqizish bilan doktorxonaga yotoqqa ilinibdi. Ondan seshanba kuni tugab ketdi. Endi u qanchalik vaqtdan keyin tugab ketdi bu mo'may? 4 kundan keyin doktorxonaga yotoqqa ilingandan keyin tekshirilib shu virus bilan yuqumlanganligi haqida diagnoz qo'yilibdi-ku. Diagnoz qo'yilgandan keyin shuni endi uyisiga borgan har qanday xizmatchilarning salomatligiga diqqat qilish u to'g'risida ko'rsatmalar berildi. Lekin endi shu kunlardan boshlab endi menda dastlab bo'lgan alomatlar
pek yarım çarçaş alameti vardı. Bişim pek ağrıyordum bulup kaldı. Ben normal bir günde 8 saat işleymenci. Ben öğün bilen ben işleyken hizmet ornumdan arlığı 30 kilometre kildi. Poyuz bilen barma adette. Ve seyşembe günü umumay tügep gidip şu yani 31. günü. Andan 4. ayının 3. günü cuma günü işlegendim. İşlep geçtim şu poyuz şunçalık yerip çarçap kettim ki hem de poyuzda uxlap kaptım önce ağrıqlıqtım. Ondan keyin şu 4. sıla boldu, 5. sıla boldu. Şunda bir xil ig'ir yerip çarçaş ve andan baş ağrıqı ba. O baş ağrıqı 24 saat ağrıp durdu. Toxtumay. Normal ağrıp toxtuş doğrularını issem mu bek ta'sir qilib ketmedi. Ondan şu yekşembe günü azırak ötel başlandı. Düşenbe günü belki o virüs yokmağandı dep yani düşenbe günü işe badım. Lekin başkalar yokturup koyması için hem işhanda oturup işildi. İşhanda oturup işlep düşenbe günü şu keşte işten düşkenden keyin şunçalık bir aramsızlanıp hem de bu poyizga çıqqıdak ma'lum qilmadi. Yo'ldoshim tutmagan ki yo'ldoshim kelib eketdi. Şu gün keşten de öyle bir plan bara yetip kaldım. Yetip kalıp kız ben şunçalık ig'ir yerip çarçaş bir xil bek şu ketmen çapqanda ketmen çık baxmagandim bolmasa bir xil şunchalik darajada ig'ir yerip çarçaşçı. Yani kecha şu kız birden to'ng'ib birden titrab gilim ağrış başlandı. Şundan keyin andan o ertesi işe bormadim. Bu şu hesap neç günden kim bildiniz şu jukumlanganlığınızı? Jukumlangan şu 5 günden keyin desem 5 günden keyin ig'ir alomatlar bo'ldi desem mi bo'ldi. Men umumayning o'ziga biri 5 günden keyin dastlabda yerib charchash, bosh og'rish alomatlari bo'lganchu. Yana 4 günden keyin ondan qizish, gal og'rish, o'tilish, butun badan og'rish degandek alomatlar qo'shildi. Bunda olganda 4 gün 5 günden keyin mesela o mamay ölüp ketkendan keyin onundan es qilmadingizmi yani? Yani o mamayning viruslanganligidan es qilmadingizmi? Ya o endi bu virusçu ma'lum bir yuqish mezgili borchu. Bu yuqish mezgilini 2 kundan 14 güngacha deydi-ku hozir mutaxassislar. Masalan, sizlar hozirning o'zida shu virus bilan yuqumlangan bo'lsizlar, Allah saqlasin. Bedenleri virusni ko'tarib yurishi mumkin. Lekin asta-asta bu orqali burun orqali kirib, uning keyindan qonga o'tib, uning keyin o'pkaga o'tib, asta-asta bir vaqt jarayon ketadi ekan-ku buningga. Odatda mesela virusga yuqumlanib 5-6 kunlardan keyin 2 kundan 14 kungacha araliqda-ku. Normal 5-6 kunlarda bo'ldi ekan. Shu vaqtda undan bekroq alomatlar ifodalanib chiqib, chiqadi ekan. Şu mesela dastlabda sizlar bir virus bilan yuqumlangan odamning yeniga bordilar deydi. Shu vaqtning o'zida sizlarga yuqqan taqdirdimi? Bu aytsam darhol bundaylik ifodalanib chiqmaydi. Bunun ma'lum bir mezgil vaqt jarayon ketadi ekan. Shu 2 kundan 14 kungacha deydi hozir mutaxassislar shu jarayonni-ku. Ba'zi odamlarga 1-2 kundan keyin, ba'zi odamlar hatto 1 haftadan keyin shu alomatlarni ro'shan alomatlarni ifodalash mumkin ekan. Hatto ba'zi odamlar hech alomatlarni ifodalamasligi mumkin ekan. Masalan, bo'lib hozir kichik bolalardi-ku. Kichik bolalar shu virusni to'shib yurishi mumkin, lekin hech kasal bo'lmasligi mumkin ekan. Undaqda men bir misolni aytib baqay. Masalan, men shu virus paydo bo'lgandan keyin masalan 2-3 kundan keyin masalan Gollandiyada rasmiy e'lon qilib qo'ygandan keyin menda bir yo'tal paydo bo'lib, nihoyat gilimga bir narsa kirib olgandek bo'ldi. Shuna qattiq yo'tilib, gilimdan bir narsani qirib chiqarib etgandek his qildim. Bir kun ashtaq qiynaldim. Bunda avvallarchi masalan bu normal ishmi yoki ashtaq ta'sirmi Bu bo'ladimi? menimcha virusda yuqumlanganlikning alomati emas. Faqat chunki u virusda yuqumlangan ko'p bo'lgan alomatlar odatda mushtaviyalarnikin qizish, hatto qiziganlarni qiraqqa chiqadiganlar bor, qizmisi. Ondan bütün beden ağrış, bo'libmi bosh og'rish. Bosh bek og'riydi, bütün beden og'riydi.
Anda yana birisiga purash tetish sezgusini yo'qotadi o insonchu. Şahsen mening hozirgacha hozir 3 haftada ko'p ketdi, lekin purash tetish sezgurim hozirgacha asli kelmadi. Andan har xil odam har xil ifodalaydi ekan. Tamaqni tuzsiz etib o'tibsiz-da, tamaqning tuzini tetiyim. Tamaqni Abdug'ini etib o'tam degan. degandekchi. Masalan, men 39gacha atrofda 39'da 5'timi ishib ketdi. 40 yaqinlashqali az qoldi-chu. Hem yo'ldoshim mendan bekroq og'rib qoldi. Ama hozir ham shu tibobatdimi erlarninki bekroq alomatlarni ifodalaydiganligini qo'llandiydi-chu. Ham o'lib ketganlarning ichidami allasal chiqroq ekan. Shu ham har xil odamda har xil ayollarning jiniching degan gap rost gap o'xshayman shuni qaraganda. O gap rostmi ayollarning qatan jiniching. Allah razı olsun, men ham sizninki saqayganliklardan qo'shilib biroz ozodroq suhbat qilyapman aslında. Hammalarni ansirab, ciddi nima qilishimiz kerak, ammo biroz qarindoshlar rohat bo'lsin deb nima qilyapman. Unda bo'lganda undan keyin kelib viruslanib qilib 4 kundan keyin 5 kundan keyin buni rasman o'zlarininki yolg'onlanib qolganliklarini bilgandan keyin aile bilan munosabat, ya'ni bolalarning oraliqi, tomoq, uyning ichida, chunki bino uyda yashaysizlar. Bunun qanday qildi? Men aslida shu momay tugab doktorxonada yuqumlandi degan xabarni olgandan keyinlamchu, men uyda shu kunni boshlab diqqat qilishni boshlagandim aslida. Ya'ni eng diqqat qilgan ishim shu, o'g'limning yotoq uyida uxladim shu kundan boshlab. O'g'lim dadasi bilan yatdi. Endi bolalarimga ham ahvolni tushuntirib, unda quchoqlash, suyish degandek harakatlarning hozircha bo'lmasligini, men ishlagan shirkat bir mo'mayning tugab ketganligini, shu mening bu yuqumlash ehtimolim borligini, lekin buni hozircha bilgili bo'lmaydiganligini, bir 4-5 kunlardan keyin shunga asosan bilgili bo'ldiganligini, shu bo'yicha ishlar qilishim kerakligini menga tushuntirib, shu ayrim uyda uxladim. Ondan resmi andın yuqum o'zimda badanimda shu alomatlar paydo bo'lib og'rib yetib qolgandan keyin lekin shu oraliqcha tomoqlarni etib qildim-chu, tomoqlarni etib qilsammi, lekin tomoq etish jarayonidami ba'zida palaylarni kiyib tuzini titib qilib qolsammi, ayrim qachig'i ilib titib degandekchi, mening sho'lgay bezlarim orqali yuqib qolmasin degandek boshqalarcha shunda usullarni qo'llandim. Keyin rasmiy yetib qolgandan keyin qizimbishi yo'ldoshimga o'tib ketdi. Shu dastlab usullarni qo'llandim desam bo'ldi. Shu ayrim yetish, bolalar bilan oraliq saqlash degandekchi. Allah razı olsun. Shunday qilib 5-6 kundan keyin buningga yo'ldoshingizga yuqib qolgan bo'ldi. Yo'ldoshingiz uchun men birozdan keyin naq maydondan telefon qilaman. Abdug'ani Sobit qarindoshimizga. Yo'ldoshingiz necha kundan keyin? Men shu 4-oyning 6-kundan boshlab ishga bormadim-ku, shu kundan boshlab qattiq qizib yetib qolib, 4-oyning 6-kundan taki 4-oyning 20-kungacha ishga bormadim 2 hafta. U oraliqda shirkat doktori bilan ko'rishib, tekshirishlar degandek bo'ldi. Endi yo'ldoshim 4-oyning 20-kundan boshlab normal ishimni boshladim. 4-oyning 23-kundan boshlabdim. Ya'ni bugun juma shanba-ku. O'tgan dushanba kundan boshlabchi. Yo'ldoshim men xili saqib, o'zim bir qozon bishiga o'tib, nimqadek bo'lgandan keyin anda yo'ldoshim og'rib qoldi. Endi u oraliqda yo'ldoshimni nimqa vaqtda, masalan 3 bolamdimi, 2 bolammi 2 kun qizidi. Endi bu kasal bek yuqumli kasalchi. Şuna hatta 1,5 metr aralıq saqlash deb hatta hozir olimlar 1,5 metr aralıq saqlashning nima emasligini da'vatchi, endi yetarli emasligini, undan jiqroq aralıq saqlash kerakligini bo'libmi, tanarkat chiniqadigan odamlarningki, hatta chiniqish jarayonida issiqlik qo'yib turib yo tari nimalar orqaliqmi bu jarayonda masalan yugurish jarayonida 1,5 metr araliqning yetarli emasligini da'vatchi. Endi bir yashaganki bu kasal ham shunchalik darajada bir yuqumli kasalchi qisqasi. Endi bir uyda yashagandan keyin bir uyda birisi yuqumlansa, endi qolganlar hammasi asosan yuqumlandi degan gapchi endi. Bu bek ters ishkan. Qancha nima qilgan taqdirdimchi. Endi
üç balam hem de üçülüyse iki kızı diye hem şu akdemde ensirdim şu kesel bilen jukunlup kaldım demede. Lekin Allah şükür iki günden killam ular kızıtmışım düşüp baş kesem şu kızış jarayonida baş ağrış, bütün beden ağrış degandek alametler bolgan. Çünkü iki günden killa yaxshi bo'lib ketdi. Allohning rahmati bilan. Sizningcha yuqumlandimi, yuqumlanmadimi? Men ham o'zim yuqumlandi deb faraz qildim. Yuqumlandi deb faraz qildim. Chunki mesela normalda zukamdimi? Bir hafta sürücü odatda zukam. İşte ballarda hem de yenik alametler boldukça benim tızlam ötüp gitti dikenço bu kesellikten. Değil mi? Ballar ondan mesela hazırgacha köpünçe ballarda işte bu keleglikço. Hatta bazı ballar şu virüsünü özü bedeninden kuşusun hiç kesel olmaydı dikenço. Şuna benim perizim işte yokumdan da periz kılman lekin hem kağını resmi tekşürüş kılmadık çünkü bu kollandıydım. Resmi kızımıgıca tekşürüşünü kılmaydı dikenço. Hem normalde mesela yol düşümü hiç bunda tekşürüş kılmadı. Doktorxanaga barımdı. Fakat nefes kıyınlaşkanda özü nefes alamıgıdek derecede bolgan vaqtda andan doktor ile aloqa qilish talab qilindi uchu. Men shuni so'ramoqchi edim zaten masalan qarasak bir qancha turklar sosyal medyada Facebook'ta naq meydan qilib hatta nimada Intofun degan bir şeyde herhalde Arnhem Intofun bu kişilerin birisida Neymanxindimi yoki shu shaharning birisida bir belediyede ishlaydigan bir xili huquqliq o'z vaqtida bir turk qarindishimiz yaqinda bir video e'lon qildi. Viruslangandan keyin doktorxonaga telefon qilganligi, doktorxonaning kelma deganligi, hech qanday unaga nim qo'llanmaganligi. Hem Angliyadami birisi nima e'lon qildi, doktorxonaga boraylik desa, uni kelma, u yerda to'ychak, kelma, biz hech qanday qilolmaymiz dedi. Endi Amerikadami bir balninkini ig'ir holatda nima e'lon shu naq maydon nimasini ichib, men işte viruslanib qoldim. Doktorga borolmadim. Chunki doktorlar qabul qilmaganligini dedi. Shuni men so'ramoqchi edim. Ya'ni sizlar doktorga deganda ular nima dedi sizga? Men doktorga deganda bütün alametlerimni so'rab mendan agarda senda şu ağrı to'xtatish dorilarini iste'mol qilishni tavsiya qildi. Hamda nafas qiyinlashsa, nafas ololmagidek ashyo his qilib qolsang, u yerda bizga telefon urganda-chi, endi Gollandiyada men o'ylayman shaxsan, masalan, men ishlayotgan shirkatdami, undan keyin yana bir mo'may, turk mo'may, u yuqumlanib tugab ketdi, necha kun oldida. Lekin u mo'mayni shu kunlam yotoqqa oldi, chunki uning nafas qiyinlash bo'lganligi uchun. Gollandiyada agar haqiqatan nafas qiyinlash bo'lsa, yotoqqa oladi. Yotoq ilish zarur bo'lsa, hozir Gollandiyada doktorxonalarimiz to'shib ketdi haqiqatan-chi. Xizmat nimasi pek ig'ir hozir Gollandiyada. Boshqa davlatlarda butunlay o'xshash ahvol deb o'ylayman. Shunga agar virusga yuqumlangan qarindoshlarningmi agar nafas qiyinlash bo'lmasa, normal baş ağrış, beden ağrış degandek bunda alametler bo'lsa, nafas qiyinlash bo'lmasa, pek qo'rqib ketmay, uyda shu sirtqa chiqmay, uyda o'qdan kutunib davolanishni men tavsiya qilaman. Ham shu sahiya xodimlarining shunda deyishdiki sababini tushunishni tavsiya qilaman. To'g'ri. Hamda herhalde bununki bir nihayet psixik bir nimasi bo'ladi, ig'ir ta'siri. Men ikki savol so'rayman, birisini bir qarindishimiz menga so'rabdi mana. Aziz qarindoshlar, men oldimdagi telefon qancha qarab, bir narsani bosaman, besishimdagi sabab necha qatim takrorladim. Shu tug'ining shumliqidan onasining nimasi yo'q deb ham bahrlab qo'yinglar desak, unamagandan keyin aqasinglar shu o'ltirib, shu top-to'plarga ham bahrlaydigan gap. Chunki biz bu programmani qilgandan keyin boshqalar ko'rsin, texnik Uyg'ur qarindoshlar bundan foydalansin deb qilamiz. Ergizmo ichimiz siqilib, bo'ldi chiqib bir programma qilaylik ya deb qilmaymiz. Aziz qarindoshlar, uning uchun ham bahrlash ko'nikmasini bersanglar, savolinglar bo'lsa, fikringlar yozsanglar bo'ldi. Shu oraliqgacha men shu bütün to'plarga ham bahrlash, undan keyin savollar qarash va javob berish degandek narsani men telefonda mashg'ulot qilaman. Shu oraliqda ko'zim telefonda bo'ladi. Nurg'un qarindoshlar xato tushunib qilib, nemish telefon qarab olsangiz degan savolni so'ragan bo'ldi. Buni to'g'ri tushunsangiz bo'ldi. Chunki yolg'izlam qilganligimiz uchun televiziya stansiyasida 20-30 odam birlikda ishlaydi. Bizning hamda undaq
imkoniyatimiz olmaganligi uchun. Bir qarindoshimiz so'rabdi, bolalarning saqayganligini qanday bildi ekanmiz deb. Shuni so'rayapman. Ballarning saqayganligini ballarninglar emas, har qanday odamning saqayganini shaxsan masalan men saqaydim, yo'ldoshimni kundan kun yaxshi. Şu alomatlarning ozig'ini qarab, o'zini qanday his qilganligiga qarab shunga asosan biladi shu. Masalan, menda hozir unda shu vaqtlardagi qizitma yo'q, bosh og'rish yo'q, unda badan og'rish, o'zini jonsiz his qilish degan unda alomatlar yo'q, o'zimni yaxshi his qilyapman-chi. Şunun asasen sakaydım dep oylayman. Yo'ldoshim Allohga shukr 2 kun bo'ldi qizimiz tushgani. Buni bir haftadek shunday qizib ketdi. Shu kechalari bo'libmi? Shuni o'zingizdagi badaningizdagi alomatlarga ahvollarga qarab bilasiz. Ya'ni shu badan saqayganligini his qilgan vaqtida saqayibdiman deb. Masalan, virusninki nimasi ta'siri qilib qolamdi yoki masalan bugun bir xabar chiqibdi. Facebook'ta takılıp yürüyordu. Dünya Sağlık Teşkilatı viruslangan kişilerin immunitenin saqayışı, eslik gelişi yok. Yani burunqidek bo'lmaydi degan bir xabar yiqib yürüyordu. Qanchalik rost onu bilmayman. Endi bu virus yilqibek sirliq virus ekanchu. Endi bu virus to'g'risida bu virus burun ko'rilmagan, az yangidan ko'rilgan virus bo'lg'achqa kunda yangidan xabarlar chiqib, olimlar tekshirish orqali bu virus to'g'risida tixim ko'p uchurlarga ega bo'lyapti hozir. Mesela men ko'rgan bir xabarda shu virusninki butun badanning har qaysi a'zolarigacha mesela kurash sezgusi, titish sezgusi degan bu insonning menga bilan munosabatli bo'ldi. Ondan bu bosh og'riqi shaxsan men ömrümde bishim bunda og'rib boqmaganchu. O'sha bosh og'riqning qattiqligidan butun jim o'ltasam musopada ben niye çögülgendekçe bir xil. Meni bunda bishim og'rib boqmagan buchaqcha. Endi hem olimlar hozir bu virusda hatta AIDS virusining bir nimasining borligi boshqa har xil viruslardan biriktirilgan bir virus deb deyildi emasmi? Endi shaxsan men bunga ishonaman, o'sha bir virus ekanligiga, bir odatdagi virus emasligiga ishonaman. Çok qisqasi. Şu an bugun chiqqan o xabarga nisbatan hem qag'ini kelgusida tiximlik jiq tekshirishlar orqali olimlar tixim jiq uchurlarga ega bo'ldi deb o'ylayman. Şu o xabarga ishonmayman, ishonib ketgan bo'lmayman, endi bir nima gumonliq bir nazarda qarayman. Çok qisqasi men bir sayyohat bo'lishim bilan. Yani hozir sizning badan nimalarida hech qanday bir immun tuvallab ketgandek mandaq bir holat bo'lmadi shunami? Ya o aletli bo'ldi shaxsan mesela hozir yo'ldoshim 2 kun bo'ldi qizimig'ini, lekin o'zini jonsiz his qildi-chu. Men o'zim naql saqaydim, endi ishlaydigidek bo'ldim deb ishga borgan kunimmi, shu 8:30dan 5gacha ishlaydim. Lekin soat 1-2 bo'lganda shunchalik bir xil bosh og'riqi boshlandi, yana shu vaqtda bo'lgandek bosh og'riqidek. Shunchalik yirib ketdim, shundan u ruxsat so'rab o kun uyga inib keldim. Qag'ini endi bu virusda mesela ba'zi odamlar bu virus orqali jinnini yo'qotyapti, ba'zi odamlar ig'ir kasallarni qutqizish bo'limiga kirib qolyapti, maxsus oksigen orqali nafaslandirish qilyapti-chu. Endi hamma odamninki bu virusning shu odamga ta'sir qilish nimasi o'xshamaydi ekan-chu. Shuning asosan mesela hozir olimlarning qarashicha maxsus ig'ir kasallarni kuzatish bo'limida yetib turib, u yerdan oldin badan virusni yengib saqib chiqqanlarninki bedenning bütün eslik kelishi uchun hatta bir yil vaqt ketishi mumkin deyapti-chu. Endi shu qag'ini shu odamning virusning shu odamga qanchalik ta'sir qilganligi, shu virusning sababidan qanchalik og'riganligi shuningga asosan keyingi ahvollarga shuningga asosan hukm qilindi. Menda hozir o'zim shaxsan yanalam bekroq 8 soat ishlagandan keyin yana ozroq yirib charchashlar, mesela virusda yuqumlanishning oldidagi-chu. Bunda alametler yenilen var. Mesela yo'ldoshimni 2 oyoq qizim oldi, lekin o'zini shunda jonsiz his qilish degandek-chu. Shaxsan men buni qizitmam tushgandan keyinmi, yana bir xil shunday jonsiz his qilishdek alomatlar bo'lgancha, endi bunga ma'lum bir mezgil vaqt ketadi ekan, butunlay asli holatiga qaytib bo'lguncha. Shu ham bugungi xabarga nisbatanmi, endi uni yana bundan keyin bir kasal bo'lsa inson shuning asosan yani bedeni qanchalik nima qildi shunga asosan hukm chiqarg'ili bo'lishi mumkin. Bo'ldi, men yana bir qancha savollarim bor. Bu yerda boshqaroq savollarni so'rabdi. Bu orliqcha men shu
siz yo'ldoshingizga yuqumlandırıpsiz hesapta, qo'polroq aytgan vaqtida. Endi bu albatta sizni yuqumlandırdi degan masala emas. Bu bir Allohninki bir siniqi, balkim bir rahmat edi. Chunki inson bir kasal bo'lsa, uning gunohlari mag'firat bo'ladi. Bu to'g'risida sizlar bor. İnsanın tapınaq kirgen tiken bilen onun günahı kaparet bo'ladi degan. Undan başqa şu vaba bilen ölüp ketkenlerinin şehit hesaplanadiganligi, yani musulmon bo'lsa, bu to'g'riliq hadis bor. Saqayıpsizlar. Allah razı olsun. Ben Abdug'ani qarindishimizning o'zidan bir so'rab nim qilay, chunki bu tecrübe. Hazır sizning og'zingizdan anglayotgan narsani başka Uygurlarning diqqat qilish uchun, boshqa qarindoshlarimizningki tecrübemlarni o'tirib qo'yish uchun bu programmani qilyapmiz. Allah razı olsun, bunu rad qilmay chiqib Uyg'ur xalqininki kelajagi, ya'ni salomatligi uchun buni deb biryapsiz. Birozdan keyin buningki qandoq davolandingiz, ya'ni to'g'risini qandoq qildingiz degan masalada sizdan so'rayman. O'rliqcha men Abdug'ani qarindishimizga bir telefon qilay. İnşallah uxlab qolmagan bo'lsa. Allah. Yoki yiningizga kelish imkoniyati bo'lsin mayli. Assalomu alaykum Abdug'ani Sabit efendim. Men naq maydonda o'rayapman. Uxlab qolganmitli qandoq? Va alaykum assalom, yo'q so'magan. Sizning ovozlaringizni anglatamiz. Herhalde qarindoshlar anglayotdi. Türkçe geçmiş olsun deymiz. Allah şifasını veripti. Qandaroq turli bedeller qandaroq yaxshitiryotamdi bedel? Yana yaxshi. Şu yuqumlanib atgan avval ostida o'tgan qaytim bir programma qildik siz bilan. Talibanlar to'g'risida. Shu vaqtida sizlar saqmitlar yoki yuqumlanganmi? O yolg'iz Taliban emas, bir qanchini bor bu. O vaqtda men yuqumliq batimanda, Xitoy rus batimanda. Qanday az xo'sh. Hayatımdan da qalaqa aspirat yemaydim. Şu vaqtimizda sizda degandan shundan bo'ptunda o'zlab aspirini yeb başladım suhbat chiqishdan oldida. Qisam o mana shunda bedim og'riqni yo'qotibdi 2 soat. Shuni chanmidi bu. Böyle ruhiyet bilen münasebetlik şu kene ait kang taşa xushal xuram kayfiyatda programma qilgan edik. Ruhiy jihatdan uning bir foydasi bo'lgan inshaalloh. Bu biraz bo'lgandan keyin uning hamda o'rniga kelmaydi, sadam jangkor jasur turish kerak. Allah razı olsun. Bu qarindoshlar qanday tamoq yebdi, nima qilibdi degan savollarni so'rabdi ekan. Men birozdan keyin Merin Saxonning o'zidan so'rayman. Qanday tamoqni yedik. Onu şu bizning Milliy tibobat, Uyg'ur tibobatiga olinlar yillarimiz olinlar yaxshi ekanini bari. Shu bir tamoq ben shu tamoq yedik. Ben birozdan keyin buningki tafsilotini nimadan so'rayman. Merin Saxonning balkim ayollari balkim texim yaxshi javob berishi mumkin. Hozir qandayroq beden qandoq yaxshimi? Yani necha kun bo'ldi? Toplam necha kun bo'ldi hozir viruslangani? Hesapta. Manga men aşu tahminanimda resmi o'rin tutib yetib qolganda manga bugun 10 kun yattım men qopmay. Men 17 lekin mening qizitma mendan şu qizitma avval kunlik 3 kun qizitma bo'lgan. Şokin qizitma yo'qolib ketdi Alloh shu yaxshi menda bo'ylab kelib qolsa bir yerga og'rib degandek şoň oldin 5 kun bo'ldi o deymi yana turib boshqa qilgan kun qizib degandek-chi. Şuna olan tünögün bugün onun aldığını desem kızını beraber yanılan diken hem de sakitme Allah'a şükür dersin. Şu anda diken var vallahi var. Kanda diş bakanlık vallahi da biliyorsun bugün. Ya bu oylıqı hem de bu bir musibet, bu bir sınav, bu bir Allah belki günahlarını mağfiret kılıp etken bu ama başkalarının bopkanmaslık için bunu cemiyet bilen ortak değişiş bu sizlerinin mecburiyetinle bizim mecburiyetimiz. Elbet halıgan bolsanlar. Hem de muşu Xitay virusu başlanğanda ben ayağımı dikendim. Maaşlamaz bul dedim. Desem şu olan bu Gollandiya emeden bu
Siz müşkesini öptürüp, kulağınız diplomaga vaxtımızda devletin hakkında hizmeti teyye turma degen işlemesiniz bulmaydı dep gap buldu. Şonu bolgandan men ayalım bolgandan men siz işlegen degen bizden nere turun balamız falan tigil olmadı. Kelgende kelep tammak etip degende şu yüze bir kaç gün yattaydı. Yetip şu 10 gündek men baktım. Onundaki Türkmence kıldım degendeki. Ne buldum şu? Azamana çoğun kızım. Azır mesela benim çoğun kızımdaki şu burunu sezmeydi. Temsizim yok çoğun kızımdaki. Vallahi hazır balı tüyötkü değil mi? Bal 3. Balı 3. Üçeylerin ammisi yoktu mu? Okumayım ben. Benimce bunda değilim bulmaydı o. Ama sen okumayım ben bu naklettim. Ballarım aslında kızım çıktı. Kızım. Çıktı. Küçük bilen mesela yani bir kızım bile küçük kızım bile oğlum kızı 5 günlükken yaxşı gitti. Çoğun kızımdan neresi yok. Lakin aştak nem buldu şu. Allah şifalık versin. Allah şifalık versin inşallah pat fırsatı ballahım sakayıp gitti. İnşallah hem hazır sakayıp kaptı. Bununki ruhi kısmet kanda oldu yani sizle vay bu aşağıda bir yani bir besim buldu mu ya aranla da? Aranla besim bulmadı. Çünkü bu ağaç buldu onlar gelmeydi. İkincisi ben bizge Müslüman tağda iman keltörgen. Hem de bir Allah tutmayı dua kılamaz vatan gidip vatan ölsek de. Çok benim gitmedim ben. Fakat şu kulumluk yegen sebebini kılayım dedimce. Şu sebebini oldu pek. Bunlar roğayetini hak etmiş. İkincisi gelmezsen ben de Allah'a şükür şu Xitay bürosu başına olanı aldıdırak her gün ürep degendik karşındakça. Tokattım. Çınıkır. Çınıkır tokattım şimdak. Ben bu sualını soruşumdaki sebep elbette hazır 20-30 aileninki yani ya şahsınınki Uygurlarının bu kesilip giriptar bolganlygyn anlatymyz. Aileden de elbette bir öýde yaşagandykin talaqçı ketkili olmaydı. Bir-birige besim boldygan. Hazır viruslanmay turupmu öýüniň içinde bir-birimizge ruhi jihatdan besim peýda bolýardy bu tabiiy ahwal insançylykda. Şoň bunda wagtyda İslam'ın cevaplarını iliş arkalık başkalarının ülge bir söz çıkamını gidip nim kıldım. Allah'ın rahmetülen acı bir yağız cümle küpaye. Biz Allah'a iman keltüdüğü adamlar dep. Onun deyişlik mesela aldık. Mesela ben üzerimde şunu abdüsüle bize benden boğandaki ben bize ya yok dedim çünkü ben maşını ekip kıldım mesela. Kılandaki yok dediğim oylaplarken şuradaki ballarını aşıyor. Benden tahminen 1 metre 1 metre uzak. Adetime mesela ben nakliye tamak yiyen kaçırımı güzel verip jüvetip ballarını tutkuzmadım. Apsı maçtan kıldı mesela. Ballarını yıkın ekeme jirahtı ballarını. Bunun sonra ballarını mektepte muallimler alıp vurup terbiyeler boğanken çoğuşundak. 1 metre tokum 1 metre sosunda. Şu an ballarımı işte ağırlar bozdum ki ballarını geldikken birinci öpüsünde diye biraz var. Ballarımdan. Deri durmaşlar adatla bozdu. Şu an işlik elbette alınan tedbirine hemen önce ilişki gerek. Adamlar şunlar bu kapkasa bazılarının kaşı yakın gelmeydiğen. Mesela benim bir koşunam, benim kaşım yakın geldi. Mesela bir işin kıperdiyim. Kıperdiydim ben dedim, kadak yok kıpırmaz sana dedim. Ben 3 tanesi bağım edindeyim. Kuman o vaxtımızda ayardım bağ vaxtımız. Bizden, o seni bağmadı bu İranlıkta nereye gitti yaşından. Korktu ve tıldı mı? Açığım gel rast yapmışsam bir bağım edindeyim. Ben de sabah geldi. Erdemdim kıldım. Güydü misli. Şu an ben mesela bizim Ömer ağayla mesela bu adaş kavap yemeğimiz bu diye adaş ahvalım ya geçemedik ki. Eğer Müslüman bir kavap yapmasam balan şu kaskanda kısasam şu hal ya mandaran sıvacak çakılamaydı. Mesela bundan gelmeyeceğim. Yani şu an bunda bir kişisel eğer badiye bir alamet olsa bunun o dostluğu, o kerinden başlar, o diyen de alem saklayan kıvalıma binensin. Şu an öydeki balılarının mesela yemek içmek,
Mesela size küçük balların dadısını kaşarken sürküşüyor yoki yakın turken mesela nereye turup bir yerimde arlıkta yakıştırıp doktor gibi yanlış edişiş, yüz yiyen, içken, aşkım dersi mesela üstüne tazı etiş, andaki mesela bazı adam müşkürüp kalırken müşkürüp kalan vaktimizde kayağızın yüzü bunu eğitip, apırıp taşlı etiş, dikendek mesela mandar işlerine dikkat etmek gerek. Bizden Uygurlarda alaka var, Xuday saklaydı da koyup çögüler başlarına bir mimarlar çıkarıp toydüğün oynayacak işlerdir bağ genemli. Baba. Hemen önce toyduk beni vakıl buludu, mimardaşın kavakıl buludu emne. Dekin, mava bari tabletken kavay için kavakıl buludu aldırmış şu an. Eğer şunda bir neyse bağlıya vakımızda doktorların kösetmesi belki katıklaş, ağırlıkını saklaş. Ondaki meselesi adamın eğizden, müşkürsden, bunlar nesin jukuduğun boğan dekin, adam karapmış kalması ve mesela da müşkürütüge şükürütüp kağızı tutatıyoruz. Bazı taşıdan ben kağızı edemem. Bu okulun kamayda üst böyle taşlar. Üstü mesela kul şu zaman jüyor. Tamağı yan kaçtığın üst böyle kulundan jüyor. Mesela tamağı etken vaktimizde şu vaktimizde ayağın gidip kalkan vaktimizde ben şu yüzden baş tamam tuzun tetiğe kaşıyorum. Aşırı ne benim kuşluğuma aşırı ne çıkartayım jüvettir diye bulup. Çünkü kazandı ağzını tıkıp olan derken ne çıkartayım jüvete başarını kıldım. Allah'ın kılkanlı sünnet mesela tüm yerde. Bunların tedbirine çok yaxşı eliş gerek. Şundak bu sizlerin ikram ekiliştik sebep mi? Şu Uygur kırındaşlarımızga bir ibret yoki bir tecrübe bulup şular bir yol görüş olsun dep nim kıldık. Men mesela ötken hepsini uyguça kalgan yadırdı ba. Ama başka bir sebep bilen görüşemeye kaldık. Mesela biz demek bunu nemiş kıdayımızsak hem de ma çetelde biraz buluş mümkün ama Türkiye'den bazı geplerini anlatımız lazım. Nurgun Uygurlarının aralışıp mesela Bazağla dışında yakın mesela Bazağlanın sürtünü yollap koydu. Bugün mü köydüm? Bazağlık adam. Hiç bir dikkat yok bugün köydüm mü tünü bir surat gördüm. Ne kademni körep ben ensirdim Türkiye'den mesela. Bugünkü Gollandiya'da jukumlanganlarının sani bugün 37.190 iken ibay kardım herhalde. Mesela miyade az tehe. Ama başka yerde köp boğandı gün başkalar dikkat kılsın dep bunu değişiyortumuz bilen. Yani başka kırındaşlarım ile ağine, dost, birader, toy tökün, nezir çırak dep birbirimizden konuğuna ayışıp bunu juqturup alsak Allah saklasın bunun zihni özümüz bulup kaldı elbette. Hoş. Ondan keyin mesela iş keptinden aldı da meni bir nikah çakadı. Ben onu çıraylıkça red kıldım. Nikah kança dem kildsem 8-10 dem kildi oyunun kıçılık kılımız dedi. Bunda olsun ben kımmayla desek bu mu bir ibadet, bu mu bir çoğun iş. Ama şu tordun İşkiran arkalık ben okup koyay dedim ama kırındaşlarımızın köngül yerim boğandek bulup bundan hem kılamayı tut dedi. Şunu olan ben bağmadım. Olanın köngül yerim boğan buldu. Yani bu yerde bir peygamberimiz çekilgen bir işçi bu. Kisel bayağı kirmanla yani vaba bayağı kirmanla vaba bayağıdan çıkmanla da bir motor yüzünden aldı çekilgen. Ve mağav kesili boğan adamdan bir sağ yak 2 sağ jirak durumunda bu 1,20 metrlik bu 1,20 metr meselesini bizden peygamberimiz 1400 yıl burun dep boğan 1,20 metr jirak durumunda bir sağ depçi. Bunu hazır doktorlar Dünya Seyyiye Teşkilatı peygamberimizin şu hadisinin koluna atadı bunu. Bunun tekçisi Nurgun Hikmet çıkdı. Hem de silgi gelsek hem de bunu ruhi keyfiyat herhalde buzulmadı degen gep. Yani şu vakti jukumlangan vakti. Yok, ondan. Çünkü şu müşkisel başlamadan varken ayağım göz kalsam hükümetten hakkıya diyeme açıyorum ki açık bakak edeyim. Kalktina bağıyarak maske verdim desem maske vermedi. Şu maske verdim de maske vermediğini açıyorum geldi. O yüzden bu mesela işleyseydi maske vermeyeceğim annemelerde açıyorum ki şuna da dinleyenlerime ben bir şey anladım. Şu an yanındaki dikkat etsin başlaman şu. Onundaki kim daha karsam adamlar köygendeki bu doğanın buzda denmiş de şu an şu sabır bile aşağıdaki de ayama ağırt verdi de kim benden. Allah razı olsun. Abayak gepten qaraganda hazır mı yani şu tutkolamda cay yok degen gepni kılan kıpla.
Yani bunu ochiq deb bermasa qarindoshlar bunga diqqat qilmay Ya qoladi. bunlarga mesela benimki evvel degan bu ağırga vaktimiz kızıdı, kızgınlık gibi işim ağırdı. Mesela bazen mişik alsam bundan kan çıktı. Mesela sen kardeşler kan çıktı. Anındaki mesela bütün bedenim şundan çok ağırıp gitti. Ki onundaki bedenim ağırıp gitti. Beden ağır toxtağanlık mesela bizim uygun tibabat qarindoshlarniki şu uygun tibabatın akıl gözüyle bununki işini buldu. Bunundaki mesela bu ağırlık bırak koyup tükendikken bedendeki ağırlık barbara beşiklerden peyderpey bütün tarafı sigaretlerine bandaki tüydü bu ağırlık. Yani ben bedendeki sel kendinin olmasını maksat çünkü ben şu üzümüzdeki yerli kredisi da göğsüz tamakını 6 gün yedim ben 7 günler. Fakat tuzsuz ağaç, tuzsuz tuzsam olan. Aşıda mesela görüş, fakat pahalı yumğası, lobo, şu neslini yedim. Umaş mesela, şibe. Göğsüz tamak eli mi, göğsük tamak eli mi? Göğsüz tamak yedim ben degen. Bunlar boğan degen, şu an benim hakikaten onca güçlük gelmez benimki. Yani mesela ötkende biz bir doktor bilen bu toğrusida programma qildik. Bizning sayfimizda bor bu. O doktor şu qo'y go'shti sho'rib ichib, go'shtni yaxshi pishirib, sho'rpisini ichib, go'shtni yesa bu Uyg'urlar uchun yaxshi degan gapning qarshisi shu hozir sizlar aytgan gap. Ayağım sho'rib ichib qildi. Mening ayağımca mesela. Ayağımdan sho'rib ichsa benim sho'rib ichib qildi. Lekin men undan qilmadim. Benim ayağım sho'rib ichib qilmadim, yaxshi bo'lmam deb mesela. Men undan qilmadim. Şöyle ayağım işimizdeki mesela otur bu virüsçü mesela bu virüsle kumanda oldu, anda oldu dep oldu. Ben üzerine okunan eserde menence onlarda gezim öteş. 4 türlü alamet davatıdım mesela. 4 türlü nurgun alametler bakya doktorum diyeceğim. Mandak alametler de. Şu alet bağınız okşamaya okşaydı. Benim ayağım mesela benden burun yakışık etken ben onda yakşı olamadım ki. Ayağım kız yakşı oldu ben de bulamadım. Şu geldim ben doktorun esmimi geldirken onu okumayayım ben. Mesela o tibabi doğruna ben bilmeyeyim. Lakin benim beşimi kelgenlerse ayağım doğru şu keldi yani. Beşim hocam. Bundaqda men sizdan Allah razı olsun. Yani bir qitim Allah'dan şifatlık dileyman sizlarga ve bütün qarindoshlarimiz tileydi. Allah xolisa qo'yib ketadi va bütün bu Xitoy virusidan yuqumlangan kishilar ne Allah subhanahu ve taala bir yakın fırsatda tez şifasını bersin. Ben bir siyasi sual sorgum kelyapti çünkü bugün gördüm bu haberni. Yani hazır kadar 10 mingdan ortiq adam Xitoyga az qilganlik to'g'risida virus to'g'risida. Endi bu siz hozir bu virusning dardini tatib 15 kun oyog'i sizning ayol 3 hafta o'tdi, sizlarga 2 hafta o'tdi. Hisobda derdin tatipsizler. Bununla bir açtak bir xiyal mı oldu mu endi bo'lamdi yani. Xitoy virusdan yuqumlanib ziyonkashlik uchiqidan hisobda hozircha. Ziyankash o'qib qolsa mening oilam babamni tatibimiz Xitoyning ziyankash O jihatdan gaplar to'g'ri. Uni desak butun Uyg'ur xalqi umumyuzlik arzdor biz. Ammo bu shu virus Bundan emas. Uyg'ur xalqining ichidami komidan konsandan ishlagan xayli az emas. Faqat shu sebebi to'g'ri. O'zi vaqt bir bo'lgan xayli az emas. Shunga bu yerda bu mening beshim kelgan bir virus, faqat mening oilam kelgan Xitoyning sog'lom ziyankashi faqat bir aziyatek bir kimta bo'lgan benim emas. Şunu faqat bu Xitoy virusiniki bu masalasiga qarata bu Xitoy virusi chiqmasdan oldinmi men Xitoydan qo'shilgan hisobim bor. Shunga bu tabiiy oddiy bir narsa. Yani bu to'g'riliq arz qilish masalan to'lab degandek narsa xiyolda bormi yo'qmi? Shunga qisqacha javob. To'lab tushmasda masalan mesela bu meseleге vaqtimizda çünkü benim qo'limda kuch yo'q. Agar kuch bo'lgan bo'lsa men olburun qilardim. Lekin bu yerda odamlar so'zlab aql so'zlab tuzum aqlni yo'q qilib qo'lda kuch bo'lsa qilib oldu. Jahon yig'ilganga unda tatlaganga aqmaydi. Kuch var aqlda. Bugün mesela
Amerika'daki Cumhuriyet Partisi'ndeki xil mesela milletvekilleri bugün bu nesne oturup kıyvatıdı. Şununla bir yerde bu Xitay'ın kim mesela tartış işleri adeti mesela Amerika'nınki yukarı derlik emellerin bu vardı. Şunu bu bulduğun Xuday olursa bugünkü dünyadaki devletlerinki kündük tertipleri normalleşme vaktinde bu bulduğun bir nesne Xitay bunu geçip kullanmaydı. İnşallah. Ol navasının ahırkı sözleri olup kalsam şu kıyındaşlığa nim deyla mesela Uygurlarga çünkü bepervalımı az emas ötken kıtımlık programımızda bir doktor hemşerimiz dedi bir ayalınki İstanbul jukunulup yani şu bazalıga jügellik toğuz. Öyle naşaret dedi hakik demem de. Mesela bunun da rol yetti keyben yaxşı oktan tutuş. İkincisi mesela kesenin de böyle düşürüp mesela yüzde bağlama kılmayı sebepli yaxşı oktan kılıp eğer yüzde şunda bir alamet ve sizlige vaktimizde baş kademler yurtlamasının ki al geliş gerek. Çoğunlar ya vay dostumun çoğunun o deputide bir hasta kabile oylamayla bir müddet yanken çıkıdı. Adem mesela üzüp bilip bilmeyi başkalarının aşkısıyla yoklanıp koyma vaktimizde bu insan ahlakını doğru emez, bu dini ahlakını doğru emez. Şuna en mühim hem üzü tur atkan devletlerdeki yaşlı doktorlardaki teklif fikrini belki yaxşı anlap, kılışı ve kargılar hareket kılması gerek. Ben şuna oynayayım kafamda. Allah razı olsun. Başka etip koyduğun sözler olmasın bir şeyde ayaklaştırmamız yeni bir kıtım Allah'tan şifaat dileyim. Allah razı olsun, akıllaştırayım. Oldu rahmet sizlere. Aziz qarindoshlar, bu virus to'g'risida ham savolingiz bo'lsa, ekranga yozsangiz bo'ladi. Merinsa xonimga so'zni beraman. Merinsa xonim ekran oqisida bo'lsa, qarindoshlar so'ragan savol bor. Yani bir qarindoshimiz herhalde biraz vaqtchiroq ko'rib qolgan o'xshaydi. Doktorxona nima qildi degan bir doktorxona qandaq virus saqlagandan keyin kiyimmi ilib yuralamdi degan bir savolni so'rabdi. Ondan keyin doktorxona qandaq nima qildi debdi. Ben so'ragan Facebook'ta bir cevap koydum. Yani ben bayat gentmezdim küçük balla özü virüsünü bedeninde ilip yürüyüşü mümkün. Lekin özü çıkanda alametlerini ifade edilmesi mümkün. Lekin başkalarını yokunlandırışı mümkün debdi. Hem bu küçük ballarda bu virüs kaça yok oldu diyende hem de hazır alımların tatbikatıdır. Laqad o devletin aslında unutup kaldım bir paraktatıga parak seyahat ettiği kişiler virüs bilen yokulmuş hiç kaç devlet onu kirgil koymay en ahırda kaysı devlet birisi aldı hazır ismini unutup kaldım. Hem de şu parak seyahat ettiği kişiler bütün insanlar paraktan çıkıp ketkendiğinden keyin yani o 7 günden keyin paraktan evrişke ağandan keyin o yani aşı virüsünün nimelerine tep çıkıp dikenço. Şu anda hazır şu alamlar virüsünün uzun yaşaş nemesini o 7 gün dep işte nem qilgan bu menem bir 10 gün aldı okugan haberde hazır kanda bilmeymen. Şu an küçük balalar şu yılki virüsünü bedende uzun müddetkice kötürüp yürüydü geçiyor. Şuna başkalarını yukunlandırışından aldığını eliş için ben yeni bir okugan haberde şu virüsün mesela ayağının astıdımı 5 gün saklanıp durduğallığı degендekçi. Şu mesela biz hazır başkalarını özkürsek mi çok önemli. Burada orap şivaldıgan bir xil rezingi nimeler boldu ki aşlarını kılıp kiyimiz yak ayağını silödümüz degendek. Kiyim kiçeklerde işte boldu ki şu hazır hem de mutaxislarının karışımı sırf çıkandan keyin öyge kirgenden keyin kiyimlerini silötüp derhal kolunu juyuş. Eğer biz mu birazını öğüşke bağlan bolsak, şu günü normal halatlarını kiyip işleş, eğer o bulmasa, keygen kiyimini en az degende 60 gradusda juyuş degendekçe virüsünü kılış için. Şu anda kağını işte uzun müddet sırtta turalaydığı virüsçü. Deslepte 3 günde ben de hazır o 7 günü çıktı. Ben de en doğrusunu bilgiçi Allah. Şuna balla ise tuş yürüydükçe onun yokulmuşunu aldığınız için şu imkan var. Koldan özü kılalaydıgan şaraitlarının hemen emesinden daim kolunu juyuş, şüygende, ötelgende, kolu bilen ağzını tutuyuluş, yoki tozlu qog'ozlarni ishiltish degandekchi. Mushta qo'limizdan keladigan bir sebeplarni qilsak endi. Yani bu siz degan hozirgi bu gap nihoyat xatarli gapkan bu shu. Allohning izni bilan yo'qidi. Ham ko'p duo qilib turish.
Şuna dinimizdimi gün etdigende keş taraflarda okuyduğun dualar var. O pek ensirapnı ketmeslik, man juqып kalamı depçü. Hem juqqan takdirdimi pek korkup ketmeslik. Allah her qandaq bir kesillik qan. Şuna şifasını bergüçem Allah. Ama sen hazır qanda tamaqlarını yep saqaydı, nemi yep, nemi içip saqaydı deptu. Hem men İnnak munda näseni ýeseňiz saqydy dep hazır alimler bu virusning doğrusyny tapamaýdydy üçin. Haberlerde u doğru fayda kılış mümkün, bu doğru fayda kılış mümkün dep, lekin u doğrularni işletgendin kimmi aş eğir kesellerni küzütüş bölümünde bazı adamlarga täsir bolganlygy, bazı adamlarga täsir bolmaganlygy, bazı adamlarga eks täsir bolganlygydaki haberler çykyp atydy. Mesela men bugün bir okugan haberde 6 aylık bir bowak onun jürkede öpkisi kesel var gence, jürek öpkisi mesele var bir bovaqken. Aş bovaq virüs bilen yuqumlanıp saqypdy. Angliyada 106 yaşlyk bir momaymy virüs bilen yuqumlanıp saqayganlyk haberi var. Gollandiýanyň özünde 100 yaşlyk bir momaynynki saqayganlyk haberi barçy. Hem qagyny Allah'ın takdiri emimiz ejelge işimiz go. Şunda var kerek virüsle yuqumlanıp qalgan takdirdimi wädeden ziyad ensirap bir hal ölümlik diýmek. Onda ensirap ketişine haýat ýok. Lekin acel Allah'ın elki Allah'ın buyrusu u boldu deplam. Bütünley unda qısak bolmaydy emdi. Biz Allah bizge buyurgan iş sebäbini qilishgo. Emdi men hem qanda sebäbini qilish haqida şahsen men yatkan wagtymda günde qaynak suga limonny sykyp asal bilen arlaşdyryp içken wagtda kızıtmamny düşürüş faydasy boldy. Ýoldaşymyň kızmysyny düşürüş faydasy boldy. Ondan günde müştahil zeytinli, tamsak degендek bakteriyalar karşı güçü var. Mesela tamaklarga men normal koy göçünü yedim, toku göçünü yedim. Lekin tamaklarga zencil samsaklarını jıqrak silip istimal kıldım. Onun bana faydası bolgandek his kıldım. Jem qagyna biz onu qıpaqımız, bunu qıpaqımız şifanyň däliligini ende bir Allah bulduq. Anda günde vitamin C içtim. Vitamin et degende keşde içki dal. Vitamin C'nin muş immunit güçini yuqary kötürüşde rolu barçy. Andan bir 4-nji güni bir polo yedim. Polo yegenden keyin ätislam ýa sal özümni egirlap qalgandek his qaldym. Şoňa eger virusga ýuqulup qalgan qandaşlar bolsa, hem de qorugan tamaklarny ýemeslikini, şunda bizning ýak guýmagan, işte suqaş deýmiz, holupaş deýmiz, gürüç işi deýmiz degendek muşda tamaklarny, samsak, zencirlerini sinip istimal kılışını tavsiye kılman. Andan vitamin C mol bolgan meyveçilerden mesela apelsin, maymun şaptuları degendekçi. Andan ýoldaşymyň ahwaly sel başgaçyrak boldy. Onunğa aşında tamaklarını qıp bergenden kimi onun hiç qanda önüm bolmay, tıxımı egirlap ketgendek işte boğandykin ahir tiyipler bilen görüşüp qılgandykin işte İstanbulda yaşap Uygur tiyiplerimizin Yusufcan, Ömercan diýen qyndaşlarymyz şuna ýaxşy ýardam bolup bir qança risklan körseten bu men bunu özüm tahlil qilish arkaly insanyň mijazygyna baglyk dep oýuldum. Çünki Uygur tibabatyny insanyň mijazyny sevda, serpra, kan, belgam dep aýrydy. Hem şunun asasen yemek içmeklerinin onunla täsir kılışı her xil şekilde bolduçu. Hem de ýoldaşymnyňki mijazy menikinden başgaçyrak. Şoň hem de normalde samsak, zencivil, hem de koy güýçi degen onda tamaklarının tabiati ıssyk boldu. Hem de ýoldaşymy özü ezelden ıssyqçarak bolgandykin ıssyk tamaklarını kılıp, ıssyk bek işip ketkenlik sebäbinden onunla başga alamatlar bolup galdy. Şoňa onunla biz soğukluk tamaklarını kıldyk. Yani soğuk diýen wagtda hiç qanday göç ýemsin dedi. 6 güngacha şu günde turup, yani turupnyň tabiaty soğuk aş bedendeki zäherlerni aýdaş, süýdükni rawallaşdyryp zäherlerni aýdaş hususiýeti bar eken. Yani yumuşak süt, palak, şokla, şundak tabiaty soğuk bolgan süýdükni kiçik täretni aýdaýdygan şunda seykökletlerni silip, aş seykökletleriniň süýüge gürüç silip ýa-ki konak un içilip işte tamaklarını qıp berdimçi. Şu tamaklarını qılgan eken onunda asla ýaxşynyşa boldy. Şoňa endi bu ýyly bir insanyň mijazygyna baglyk işkençi. Şoňa şunu ýuqulup qalganlarynki şu tiyipler bilen alaqlaşyp özüniň mijazyny bilip şunuňa asasen dogry kılışyny hem en önümlik şu qorugan tamaklarny ýemeslikini, anda vitamin C tabletlerini tapalys istimal kılışyny şunu tavsiye kılman. Andan
Ana şu ruhi keyfiyatını, bu ruhi keyfiyatımı pek mühim. Endi ben özüm fakat ensirmedim mi diyemeymen. Çünkü mening en ensirgenim, mening en korkunim ben doktorxonaga kirib qilishdan, ig'ir kasallarni kuzatish bo'limiga kirib qilishdan ensirdim. Çünkü bu ig'ir kasallarni kuzatish bo'limida bemorlar qanday davolanadi degan vaqtda ularninki şu ig'izidan yoki burnidan bularning o'pkisi butun yollig'inib o'zi normal oksigenlarni suyurib nim qiladigan darajaga kirib qolganlik uchun bularning burnidan yoki ig'izidan shilanka silish orqali shu shilankaning bir uchida bir sharchi bo'ldi. Sharchini tulash orqali o'pkininki butun nafaslash iqtidorini bir mashina orqali kontrol qildi. Endi bu bemorlar kunda 2 qitim 5-6 adam birlikte ularni o'rib endi butun bedenni yalang'ochlantirib endi davolab nima qildi-ku, endi ig'ir kasallarni kuzatish bo'lmadi. Endi mening eng qo'rqqanim shu bo'ldi endi. Bunday bir holatga birib qilishdan Allohning saqlash uchun endi bu kasalni bergan Allohning taqdiri bilan bo'lganligini menga sabr ato qilishni, lekin unday holatga birib qolmaslikni tildim-ku Allohdan. En qo'rqqanim shu bo'ldi desam bo'ldi endi bir ayol kishi bo'lish bitim bilan. Men avratlarimning ichilib qilib endi rost gapni qilsam-chi, unda bir davolash holatiga tushib qilishdan ensirdim. Allohga shukr uyda işte davolash orqali o'zimiz ko'proq aram elish, shu o'zining badanining gapini anglash deydi doktorlar-chi. Shu mening tavsiya qilganim badanining gapini anglab, badanimiz bizga so'zlaydi amniyatchi. Badanimiz bizga qanday qilishni deb turdi. Emniyette bizning bedenimizning o'zida bir xislatlik tibib bor-ku bedenimizning ichida. Endi buni qo'zg'atish pek muhim. Biz insonlar ashulqa sog'lom bo'lmagan oziqlanish orqali, xohlagancha bir narsani yeyish orqali mushta bedenimizdagi mushu xislatlik tibibni o'zimiz yo'qotib qo'yamiz-ku oxirgi borgan sari. Masalan, eng oddiysi mushu zukom bo'lish, qizib ketish degandek ishlarmi amaliyotda bedenimizningki sirtdan kelgan asarxil kasalliklarga nisbatan tabiiy bir inkasi. Bedenimizning ashta immunit kuchi bo'ldi, yeklash iqtidori bo'ldi. Ashta sirtdan kelgan nimalar qarta yeklaydi, o'zining asliga keltirish iqtidori bo'ldi, saqlash iqtidori bo'ldi, qayta hosil iqtidori bo'ldi. Masalan, bedenimizdagi qonlarni 120 kun ichida yangilanib turdi, terilarimiz ma'lum bir vaqt ichida yangilanib turdi. Hem içki ajratmalarını özüne tanışır iqtidori bo'ldi-ku. Endi Alloh bizga bizning bedenimizga shunday bir xislatlik mo'jizalarni ato qilgan. Endi shu men har bir qarindishimizga endi bu virus orqali hammamiz sog'lomlikning pek muhim bir ne'mat ekanligini hammamiz tunib yetdik deb o'ylayman. Shunga beden haqida o'zining mijozi haqida ozroq uchurga ega bo'lib qo'yishni-ku. Masalan, yurak va bedenimizda o'pka va jigar va shu bedenlarni mesela biz öpkümüz arqalıq nefesimiz, yürkümüz bütün qanlarni har qaysi a'zolarga yetkazib turibdi. Mush arqalıq bizning nima ish qilgimiz kelsa shuni qilish iqtidoriga ega bo'ladi, nima yegimiz kelsa yeyish iqtidoriga ega bo'ladimiz. Biz uchun bizni mushta qo'g'dab turgan mush bedenimiz haqida ozroq tushunchalarga ega bo'lib qo'yishni, mush to'g'risida o'rganishni men kuchli tavsiya qilaman. Ondan sog'lom uzuqlanish muhim, ondan ko'p harakat qilish, chiniqish muhim. Ondan shu ruhiy kayfiyat her vaqt her qanday bir kasallikning faqat Alloh tarafidan kelganligi bayasili degandek, hatto bir tikan kirib ketsa-mu, shuningga kuchli ajr bergan Alloh, endi shunda qizib, butun badan og'rib, unda yotgan vaqtda uningdan jiq ajrlarni bergisi, ham shifolik birish Allohning qo'lida ekanligini unutib qolmay, Allohga umid bog'lab, Allohga bo'lgan umidni hargiz yo'qotmay, kayfiyatni yaxshi tutib Kurallarını köp okuş, şifa bulduğun, dualarını köp okuş arqılı, özünü optan küçse, optan aramasa, bek ensirepini ketmese, andın sırtlağı çıkıp şürüp başkalarını yukumlandırıp koyuşunun aldığını alsa, inşallah bir eşik yaptıcıda yaxşı öpkisi de oylayman. Andın bazı insanlara bekrak təsir qılıb qaldı ki, bu virüs. Bu virüsün adı sırlıq virüs deyilik səbəbi də müşkollan deydim o, məsələn, bir ömür hiç kesel bulup bakmagan adamlar bu virüs tegip lan derhallam ig'ir kasallarni kuzatish bo'limiga yetkazib derecede ağrıp qilib o'lib ketganligi bor. Shu buningni mayron qiliqliq doktorlarni-chi. Endi hayron qiladigan ish emas deb o'ylayman. Ajal Allohning qo'lida. Shu
ecel kelse insan Dini taraftan hem de elbette biz 5 ay saq olsunmu? Hı. Ya ötüp gitadigan insonga ajal to'shmasa 106 yoshlik odammi saqib qoldigan ishkanchu. Shunga bek ansirab ketgidek ish emas, lekin boshqa insonlarni yuqumlantirib qo'yish endi bu ig'ir ishchu. Chunki dinimizdami bu to'g'risi hadislar yo'q-ku. Shuning oldini olish uchun uyda o'tirib, o'zining badanini anglab, obdan aram elib, suvlarni obdan ichib yetarlikchu. Anda bedeni hazm qılalıqdək ağır tamaqlarını yemək, yenik tamaqlarını yeyiş arqılıq aramasa, inşallah Allah'ın şifalıq bir bilan saqib ketdi deb o'ylayman. Shu agar nafas qiyinlashqidek ağır bo'lib qolsa, shu vaqtlarda doktor bilan aloqalashsa bo'ldi. Allah razı olsun. Ya bir qarindishimiz so'rabdi, doktorlar mesela virus to'g'risida doktor tekshirish mesela unda debdi, virus bor yoki yo'qligini to'g'riliq tekshirish bo'ldimi debdi. Tekshirish bo'ldi. Men shu mening uyimga maxsus o'zim tekshira oladigan bir tekshirish usulini avatdi. Yana kichik bir cho'tka orqali o'zim shu gilimdan cho'tkani gilimning ichidimda aylantirish orqali shu ig'iz bo'shliqimdagi shulga bazar orqali virusni tekshirdikanchu. Men endi sog'lomlik sohasida ishlagan bo'lganligim uchun ham hozir shu Gollandiyada xalq odamni tekshirmaydi. Mesela kızıtmış bolsunmu agarda nefsi ig'irlash nefeslanishda qiyinlish bo'lmasa tekshirmaydi, yani uyingda o'tirib aram ol deydi-ku. Agarda nefes ilish va qiyinlish bo'lib qolsa, u vaqtda doktorga apirdi yoki tekshirdi. Shu lekin men sog'lomlikda ishlayotganligim uchun ham mening boshqa bemorlar boshqalarni yuqtirib qo'yishimning oldini olish uchun shu tekshirish oladi. Bo'lmasa normal tekshirmaydi. Yani. Normalda şu tekshirish desa ta'sirot qildi. Masalan, house artist deb qo'yamiz-ku Gollandiyada. Uy doktorining bir odam qizib qoldi, jiddiy. Uy doktoriga telefon qildi, men virusni qolgan bo'lishim mumkin deb. Telefon qilgandan keyin bunga beriladigan javob uyingda jim o'tirda, ichga chiqma. Qizitmangni tushi. Allohga tavakkul qilib, duo qilib o'ltir degan javobni olamiz, shunami? Ağrıq to'xtatish ishlat, yaxshi oziqlan, aram ol. Lekin nafas olishda qiyinlashsang, ondan bizga telefon qilsang bo'ldi deydi. Bundan bo'lsa men oxirgi savollarimizni kelib qoldik. Masalan, bir odamning davolanish nimasi o'lchimini yana bir odam sog'ib bo'lmaydi albatta. Masalan, ikki xil o'zgarish bo'libdi. Bir sonlarda qattiq og'rib sizlar, bir sonlarda ham normal bo'libdi. Bo'libmi yo'ldoshingiz biroz sizden bekrek cevap atıptı. Siz özünüzden şahsiyetidila nima yediniz, nima ichdingiz? Shundan bir qisqa şekilde ma'nosini ishlatdim. Bunu bir tekrarlab deylik. Ben şu vitamin C tabletini iste'mol qildim, kunda 2 tal. Onundan keyin normal qo'y go'shti, to'g'ri go'shti ularni hammasini iste'mol qildim. Shu işte suyuqash, suyuq guruch ishi degandek, masalan qo'y go'shtlarini, to'g'ri go'sht sho'rpisi, lekin ashlarga samsaq, zanjirlarni jiq silib degandekchi, mushta yenik tomoqlarni shu arliqda bir polo yeb, ximmek sal ig'irlab qolgandek bo'lib qoldi. Shu qo'rg'an tomoqlarni yeyish yaxshi emasdek his qilib qoldi. Allah razı olsun. Bundan keyin oxirgi savollarimning birisi bir qarindishimiz. Asal suyu içtim, kunda 2 vaqt. Asal suyu azroq limonini siqib, asal aralashtirib degandekchi, qaynoq suvga. Shu ko'proq qaynoq suvni ko'p ichdim. Men qaynoq suvni qiziq ichib berdim. Yani onu payda qiladi deb shu niyat bilan ishlama. Chunki to'rladim o'qib, shu virus dastlabda burundagi ig'izda, lekin qiziq narsalarni iste'mol qilgan vaqtda virusni o'ldirish roli bor ekan degandekchi. Bu so'rashim qaynoq suv ichish. Uqmayman, lekin qarg'ini qo'limizdan kelib sabablarni qilsak shifosini bergich Alloh deb qo'limdan kelgandan shu ishlarni qildim shu. Yalnız yaşaydiganlar uchun yordam bormi debdi herhalde bu sayya, bu davolash o'rinlarining yoki doktorxona deymiz yoki sigorta, sog'lomlik sigortasi. Bu ayrim nimasi bormi deymi bu ishning, ha? Gollandiyada hammadan sigortasi bor odatda.
Lekin yolg'iz yashaydiganlar uchun alohida menimcha yordam yo'q deb o'ylayman. Men bugun bir xabarni o'qidim. Bugun bir xabarda qaysi bir shaharda bir mo'may tugab ketgili bir hafta bo'lgan o'xshaydi. Lekin u mo'mayni qo'shnilari u mo'may til og'riq ekan tuqchu. Qo'shnilari u mo'mayni sanatoriyaga aketdi deb o'ylab qopti. Shunlar hech kimning kari olmabdi. Lekin sanatoriyada emasga u mo'may o'yisdi, jon uzib, endi boy qopdi-chu. Bunday ishlar yuz berib turdi-ku har yili. Bugun o'qigan bir xabarda yana masalan shu yaşanganlarning ichida o'lib ketgan 760 necha odam bor ekan. Lekin bularning hech qaysi alohida virus bilan yuqumlandimi deb sınaq qilinmabdi ekan, test qilinmabdi ekan. Lekin bularda bo'lgan alomatlarga nisbatan ham oila doktorlari shu virus bilan yuqumlanib o'lgan bo'lish ehtimoli cho'ng deb o'ylaydi ekan-chu. İşte yolg'iz tug'anlar, yashanganlardan hatta ba'zilari tuyuqsiz. Chunki bu virusda doktorlarning sirliq deb qarashda, masalan, 1 soatning oldida shunda normal gap qilayotgan odam 1 soatdan keyin darhol ig'ir kasallarni kuzatish bo'limiga opirishga majbur bo'lib qolgan ahvollar jiq bo'libdi-ku. Şuna bir bemorninki 1 soatdan keyin oyoq turyotidi. Bugun doktorxonadan chiqsa bo'lamdiki desam, shu kuni kechdilam shunda nafas olishi qiyinlashib darhol jiddiy qutqizishga majbur bo'lib qolibdi-ku. Shunga virusni sirliq deb buning ahvolini tasavvur qilolmaganligi uchun masalan bir kasallikni bunda bo'ldi deb oldin faraz qilib bo'ldi, lekin doktorlar hozir bu virus to'g'risida bunda farazmi qilolmaganligi uchun chunki işte insonlarda bo'layotgan jiddiy o'zgarishlarga asosan shunga ham yolg'iz tug'anlarning tuyuqsizlan işte nefes alışta qiyinlashib o'lib ketganlari xili bor. Şu an yolg'iz tug'anlar alohida unday yordam agar u yolg'iz tug'an odam ya bir masalan tavsiyoq ya birasidan yani oila parvarishdan bir yordam olmasa uning yolg'iz tug'anligini hech kim bilmasa virus bilan yuqumlanib tuyuqsiz nima qilish mumkin alohida yordam yo'q deb o'ylayman. O'zi aloqamizda. Chunki uning yolg'iz tug'an bo'lganligini boshqalar bilmaydi. Mesela ben olduğum binadımı yalnız turvatkan birisi bo'lishi mumkin. Lekin aloqamiz bek chiq bo'lmagandan bilib bo'lmaymiz demekçi. Hoş, Allah razı olsun. Bir qarindoshlik to'xtamay so'ratdi ama vaqtimizin bir yeri bordi. Mesela yuqumlanganlar uchun har qaysi davlatlarda yordam qiladigan fidoyilar bormi Uyg'urlardan degandek bir savol so'rabdi qarindoshimiz. Mesela Gollandiyada maxsus yuqumlanganlar uchun fidoyi deb Uyg'urlardan yo'q. Gollandiyada sog'lomlik sohasida ishlayotgan men yana bir qarindoshimiz bor deb o'ylayman. Lekin u qarindoshimiz sanatoriyada ishlash mumkin. Yana biri taxminan 3 sestra bor deb o'ylayman-ku Gollandiyada. Shu ularmi menimcha maxsus yuqumlanganlarni kutib qilmasligi mumkin. Lekin Turkiyada Facebookda ko'rgandim. Bir qarindoshimiz o'zining yo'ldoshininki doktor ekanligi shu yuqumlanganlarni qilish oldingi safida ishlaydiganligi degandek-ku. Shu Gollandiyada menimcha yo'q deb o'ylayman. Lekin hozir Gollandiyadagi butun hozir ham yamrab ketamiz bu virus. Şu an sog'lomlik sohasida ishlayotgan har bir odam, shaxsan men ishlayotgan shirkatda ishlaylan tugab ketdi, bir turk bir arab mo'may. Şu sog'lomlik sohasida ishlayotgan hammasining shunda bemorlarga uchrash ehtimoli hozir bek cho'ng. Şu hozir doktorxonalarda o'rin yetishmay maxsus sanatoriyada maxsus korona bölümü deb bölümlerini açtı. Yani bazı yaşanganlarni virus bilan yuqumlangan bo'lsa, ularning ham shu yaşanganlarni agar nafas olish alohida qiyinlashmasa doktorxonaga olmaydi, lekin ularni ayrim bir bölümga yo'tkab, u yerda hamda ayrim bir sistralar ularning oldin xabar oldi. Ular shu alomatlarni yo'qotib badani virusni yenganga qadar badani virusni yengib o'ngshalgandan keyin oldin o'zi turadigan bölümga ochqidi. Hozir shu masalan bugun 37.190 necha hozir 98 ga chiqibdi herhalde. Gollandiyaning shu faqat shu doktorxonada rasmiy bu odam yuqumlandi degan odamlarningki soni shunami? Masalan uylarda dam olayotgan masalan telefon qizib
virusunu hep ama doktorlar kemmedi. Asasen %95% doktorlar şu uyan tutu dep ciddi bir çakırıp kıldığan iş yok ki ortada. Unda olgan diken bu sanığa yani nurgun adam kirenmeydi deyin gep bolamdı. Doğru. Şu mesela 37 ming bolsa, ular fakat şu sınaqni alib bargan adamlarning yuqumlanganlarning soni. Lekin jiq adamlar o'zining uyda saqlayıp ketiglik, ular unda sınaqni qilmoqlik. Şuna mesela dastlabda Gollandiyada 1000 degan son chiqqan vaqtda şu Gollandiyadagi maxsus saqlamlik, şu virusga doir saqlamlik nimalarini taqdirgan bir organ. Hazır 1000 deb son chiqqan bilan, lekin amini yuqumlanganlar 6000 bo'lishi mumkin degan xabar chiqqan. Jam 6tasi. Şu hazır 37 ming degan bilan balkim hammalarni tekshirish olib borsa, amini yuqumlanganlarning soni balkim 100 ming hatta undan jiq bo'lishi mumkin. Hem sınaq asboblari ham kamchil. Lekin hazır Gollandiyada maxsus şu barmoqdan qon elish orqali, mesela bir odam kasal bilan yuqumlansa, onun bedeninde şu keselge karşı bir xil modda şekilleniyor. Şu hazır barmoqdan qon elish orqali şu adamning şu kesel bilan yuqumlanmaganligini tekshirgil bo'ldi ekan, şu moddani tekshirish orqali. Hazır endi vrach kelsa, şu xil tekshirish bozorga kirishi mumkin deb faraz qilinadi. Agar ishda bo'lib qolsa, har kim, mesela işte og'riganlar, mesela mening yo'ldoshimdagi rasmiy tekshirish qilindi emasmi? Aniq bilish uchun yoki mening bolalarim va ashlarning tekshirishini talab qilsam bo'ldi degan gapchi. Işte alomatli bo'lgan zodi virus bilan yuqumlandimi va yoki boshqa kasallik alomatlarimi buni aniq bilgimiz var 100% bilmasak, shu tekshirish orqali muqag'il bo'ldi. Şu hazır Gollandiyada şu tekshirishni patarda bozorga silib, ko'pligan odamlarni tekshirishni o'ylashyotdi. Chunki og'riganlarning hammasi zaten özünün şu virüsünü yuqumlandı mı? Başka mı bilgisi var çünkü. Bu normal işte. Şuna erkemden bilgisinin var buluşu. Allah razı olsun. Hem de en ahırda vaktimizin bir yeri badı, en ahırda sıldan soraydıqına Uygur halkıga, Uygur qarindaşlarımızın muhacirlarga bir sistiralık sübetleri bilen bir yuqumlanıp saqayğuchi bola sübetleri bilen söhbetini qilib bolduq. Bir sistiralık biz endi Uygurcha doktor devrimiz endi. Bu sübetleri bilen nim dep chaqiriq qiladi, bularga bir nasihat yoki bir gap so'zlar bilan bu kesel Xitoy virusi to'g'risida. Mening eng chaqiriq qildig'im, masalan, jiq qarindoshlarimiz qarasam, Uyg'urlar emas, boshqa musulmonlardanchi, endi mush virus bir Ramazondek bir ulug' oyga to'g'ri kelib qoldi-ku. Endi Ramazon bizningki birlashib iftor qildigan, masjidlarda tarovih namozi o'qiydigan, birlikda ibodat qildigan bir go'zal oydi. Endi shunchalar ne'matlardan mahrum bo'lib qolganlik sababidan burun masalan erkin sirtga chiqishmi biz Allohning bir cho'ng ne'matiga bu-ku asli. Shu vaqtlarda erkin sirtga chiqib yuradigan vaqtimizda his qilmabgan. Lekin hozir his qilganlik sababidan bu virus bir xil ig'ir kelgandek-ku. Bir alam shu Ramazondek bir ulug' oyga to'g'ri kelib, işte bir ibodatlardan, masjidning huzuridan mahrum qolganlik sababidan bek nimib ketib qolgandek, shuni bir ansirab ketib qolgandek. Agar shu virus taqilib yana normal masjidga chiqa olsaqmi, chiqa olgan bo'lsak, sirtga chiqa olgan bo'lsak, unchalik ansirab ketmaydigandek-ku Uyg'urlar. Lekin shuni unutib qolmasligimiz kerak ekan, bizning vatanimizga Uyg'urlar yillardan beri bu virus bo'lmay turibmi, lekin Xitoydan iborat bir cho'ng virusning ostida qo'yilg'u sirtga chiqishga kunning sirqini ko'rolmay yashayotdi. Biz endi sirtga chiqmagan bilanmi yemak ichmakimiz tayyor. Endi ham uyimizda ibodatlarimizni qila olamiz. Masjidga chiqmagan bilanmi boshqa Kur'an, taravih hammamiz uyimizda qila olamiz. Lekin bizning vatanimizga Uyg'urlar buni qilolmaydi-ku hatto. Bunchalik ishni qilolmaydi. Endi shu ishni qilolmaganligi sababidan sal bir his qilgandek hozirchi shu virusning nimasidan. Endi işte Allohning bir hikmati borda, men Uyg'ur xalqi deydiganim. Gerçi muşta ishlar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin qarindoshlarimizning yillardan beri shunda yashayotganligini unutib qolmay, yana men bir jihatdan shu sababdan endi shu qarindoshlarimizning bizda haqqi bek cho'ng deb o'ylayman-ku.
Şu kolumuzdan kelişçe şu kırındaşlarımızı kutkuzuş üçün kolumuzdan kelişçe hazır bu şu virüsni yıkatkanlık belki şularning nimisini azıraq istigan boluşumuz mümkün. Lekin bizning hazır tatıyotganlarımız yana vatan kırındaşlarının tatmasıdığın hiç nima emas. Şu yanalar hiç nima emas. Şu köprek vatandaki kırındaşlarımızı oylap kolumuzdan kelişçe dava işlerida tıxınbek aktif bolsak erkekten kılamaydığı işleri var. Çünkü erkek mesela en addisi hazır Facebook'ta yoki sizlik deymiz her xil işte programlarını kılıp yoki Facebook her xil tillarını kılıp hazır bütün dünyada teşvikatçını başka iş kılamayız. Yani kolumuzdan kelgan çoğun bir iş teşvikatçını için. Şu özümüz bulduğun tillar, eğer tillarını olsa hiç olmaganda şu kırındaşlarımızınki kılıvatkan işlerini olsun mu takip şu cihat olsun yardımda olsa vatandagi xizmatlarimizni hech unutib qolmasak deb o'ylayman. Chunki men vatandagi masalan undidor degandek nimalarni ancha muncha ko'rib turman. Mening yana bir his qilgan tarafim vatandagi qarindoshlar beklam irodalikkanchu bizdan ko'p irodalikka. Ular shunday kunlarni yashab turib vatanda bilim o'rganish qiziqarligi bek yo'qurkanchu. Lekin biz chet elda bizning sharoitimiz shunchalik jiq. Bilim o'rganaman desak, nima ish qilaman desak lekin bizning bilim o'rganish qiziqligimiz vatan qarindoshlar silishtirganda bek to'yan. Ko'proq bir yemek ichmak bu ishlar birilib ketgandek. Endi hozir Ramazon edib to'xtamay eşkol şu jihatlarga bekroq nuqib ketgandek his qildim. O'zimning shaxsiy fikrim. To'g'ri, hozirmi shu siz degandek bir tarafdan shu badanimizni bilib bilish, tibbiy sohada biroz o'zimizni qanday davolashni, qanday kutishni bilib bilish pek muhim. Ammo yan bir tarafdan haliqi taqiliyotgan narsa tomoq yetish nimasimi jiddiy taqiliyotdi. Albatta buni tanishaylik, her ish yo'lida bo'lsa, beklam qo'saqqa berilib ketmasak, ammo badanni qanday kutishni, davolashni bilsak taxmin yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Köp rahmet. Allah Teala yakın zamanda pakiz şekilde bir şifaatlık versin. Vallahi Allah şifaatlık versin. Amin. Bu gecede halkımızga bu tecrübeni sözlep bir şarkılık bir yaxşılık kılay deb kıygan niyetlerine Allah Teala köp ecir versin. Elbette bu bir sınav emmelenke. Yani ötkende ben bir 4-5 gün öyden çıkmay bir talağa çıktım. Talağa çıkıp koçedeki insanlar közem şunda çıraylık görünüp gitti. Şunda sığınıp gittim ben de başka adamlarını koçedeki. Şunda kıyılık özem insanlarını köysem özem içimde bir hoşluk olup gitti orada. Bunun mu bu ne kadar çok nimet ikenligini bu koçalarının, yollarının, insanlarının. Şu vakti bir his kıldım. Neç gün öykü solanıgandan keyin bo'lgan kayfiyatimda. Siz degandek bu Ramazonda bu virusninki bo'lishi biroz bizga psixik jihatdan cho'ngroq besim olib keladi. Ammo Alloh xohlasa cho'qimiz buni yengib chiqa olamiz deb o'ylayman. İnşallah. Chunki olimlarning tadqiqotida shu tarixiy tadqiqotlarda shu 3 oydan 6 oygacha davom qiladi ekan vabolar. Uningdan keyin asta-asta o'zining kuchini yo'qotadi ekan. İnşallah Allah Teala bizni pat fursatda bu vabodan saqlasin, bu vabodan qutqazgay inşallah. Amin. Degan bir kelsin. Yana bir eslatib qo'yaman, men Amerikadagi bir doktor akamiz Mehmet doktor deb sog'lom bo'ling deb shu virus to'g'risida eng ishonchli uchurlarni taqdim etuvchi. Bunda akimizning Facebook sahifasiga a'zo bo'lish orqali har vaqt xabardor bo'lib turishinglarni tavsiya qilaman. Eng ishonchli uchurlarni, bexatar uchurlarni taqdim etuvchi sog'lomlik sohasidagi. Her qanday bir uchurni ko'rib ham darhol ishinib ketmasliklarni uchun. Allah razı olsun. Merensa Hanım rahmet. Allah razı olsun. Bu virüsünü inşallah Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın güç kudret bir şeyle, şifalık bir şeyle yengip sizli bir aile kişilere hesapta. Allah Teala kayıt göstermesin bu sınavını. Eğer bu doğrusunda yana bir tecrübe sözleş imkaniyeti bulup kalsa ki zamanlarda yana görüşemiz. Rahmet sizlere.
Darışmaydı. Maqlabsa, hoş Allah'ım. Allah kabul etsin. Rahmet Allah'a emanet. Aziz muhterem kardeşler, Abdülgani Sabit ailesi, ayağlı Mehrinsa Hanım, sestra ve bir qancha farzandi bu virusni aldığımızdaki ikki hafta ichida yuqumlanib, hozir endi asosiy jihatdan %99 hatta %100 şekilde yanıp çıkıptı Allah'ın rahmeti bilen. Bugün o'zining tajribasini so'zlab berdi. İnşallah programmamizni texnik çok ko'p qarindoshlar bilsa, ko'rsa, bundan bir foydalanishi, bundan bir manfaatlanishi va diqqat qilishi mumkin. Buning uchun hem bahrilash ko'makisini besish bilan xizmatimizni qo'llashinglarni umid qilaman. Yana bir qatorli programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allah bu kechada o'qigan namozlarimizni, tahajjudlarimizni, Qur'onlarimizni qabul qilsin. Allah bizning tutgan ro'zimizni qabul qilsin. İnşallah bu Ramazon oyida güzel ibadetler bilan o'tkazishga, Ramazondan keyin yep-yangidan tug'ilib, yep-yangi bir inson bo'lib, gunohlarimizdan tamamen mag'firat bo'lib, yangi bir odam bo'lib chiqishga, yangi bir kurashchi bo'lib chiqishga, yangidan Xitoy tajovuzchilarining oldida bir jangchi bo'lib chiqishga Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Hammani Allohga topshirdim. Yana bir qatorli programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu